Bu kadrlar montaj emas. Bu yangi iqlim realligimiz. So'nggi bir oyda dunyoning go'yo sovuq bo'lishi kerak bo'lmagan joylarida, Afrikaning buyuk sahrosida va hatto Saudiyada qalin qor yog'di. Mutaxassislar buni ob-havodagi anomal buzilish deyishmoqda. Anomal qishki bo'ron va qor AQShning 23 shtatida kuzatildi. New York, Oklahoma, Tennessee, Shimoliy Karolina, New Mexico, Texas, Luiziana. Mana bu fantastik filmlardagi kabi tasvirlar esa Rossiyaning uzoq sharqi va boshqa mintaqalardan olingan. Kamchatkada ko'p qavatli uylar yoqqan qalin qor ostida qolgan. Bu esa qo'shni Qozog'istondagi vaziyat. Qor va mo'l-ko'l yomg'ir yog'ishi Yaqin Sharqda, Isroil, Suriya, Livan va Iordaniyadagi cho'llarda, Afrikaning qo'riq sahro va Xovar cho'lida, Janubiy Afrikaning va Yevropaning Shvetsariya, Avstriya va Italiyasida, Xitoyning shimoliy viloyatlarida rekord darajaga yetdi. Bu kadrlarda Italiyadagi dengiz sikloni ma'muriyat xodimlarini oyoqdan urib tushirganini ko'rishingiz mumkin. Sitsiliya orolida esa tinimsiz yomg'irlar tufayli Nishemi shaharchasi kuchli yomg'irlar tufayli ko'chkin ostida qoldi. Uchalar вообще gavalyot. Ana. O'zbekistonning barcha mintaqalarida ham qalin qor yoqqan. Kimgadir u yaxshi kayfiyat va xursandchilik bag'ishlagan bo'lsa, kim uchundir og'ir sinovga aylandi. Bu hodisalar nahotki global issiqlanish bilan bog'liq. So'nggi yillarda iqlim o'zgarishi sababli, ya'ni o'sha yog'ingarchilikni kamayganligi va mana shu o'sib kelayotgan avlod deyarli qorni ko'rmaganligi, ozgina sovuq bo'lsa 10 gradusdan oshsa yoki 5 gradusdan oshsa ham havo harorati, ya'ni minusga qarab ketsa, o'sha anomal holat sifatida baholay boshlashdi. Bu noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki biz O'zbekistonni oladigan bo'lsak, 4 faslga ega mintaqada yashaymiz. Shu qish, bahor, yoz, kuz har bir faslni o'zini tarovati bo'lgandek, hozir aynan qish va qor yog'ishi bu hech qanaqa anomal holat deb o'ylamayman bu narsani. Endi mana iqlim o'zgarishi haqida oxirgi paytlar ko'p gapiryapmiz. Buni o'sha olimlar isbotlab ham berishdi, chunki oxirgi 100 yil ichida havo haroratining 1.4 gradusga ko'payishi va 50-yilga borib aynan Markaziy Osiyo hududida 2 gradusgacha va undan ortiq ko'payishi o'zi isbotlandi va bu juda ham xavotirli holat. Iqlimshunoslarning gapiga qaraganda aynan mana shu havoni isishi hozirgi paytda ko'proq shu yog'ingarchilikni ko'payishiga olib keladi, lekin o'sha tog'lardagi, cho'qqilardagi muzliklarning erishi, daryolarning ochiq suv havzalarining qurishi, cho'llanishni tezlashishi natijasida bora-bora bu yog'ingarchilik kamayishi kutiladi. Biz hozir o'sha iqlimshunoslar bashorat qilgan yog'ingarchilik sal bo'lsa ham bor paytda yashayapmiz. Lekin afsuski, men ko'p iqlimshunoslar bilan gaplashdim. Bir 10 yildan keyin aynan hozirgi yog'ayotgan o'sha qor ham afsuski bo'lmasligini aytishmoqda va ko'rib turibmizki, mana noyabrda hatto O'zbekistonda noyabrgacha hatto yomg'ir ham yog'madi-da. Hattoki masjidlarda shu diniy jihatdan yomg'ir so'rab, misol uchun nima ham o'qishdi, duolar ham o'qishdi-da. Ozgina bo'lsa ham yog'ingarchilik yog'ishi uchun bu yerda ham albatta shu iqlim o'zgarishini nimalari bor, sabablari bor va iqlim o'zgarishining asosiy sabablari bu antropogen ta'sir ekanligini ham iqlimshunoslar buni allaqachon isbotlab berishdi. Hozir faqatgina shukr qilamiz, hozir qor yog'ib turganiga shukr qilaman to'g'risida. Shu qorni hozir ko'rib turganimizga shukr qilaman. Tadqiqotchilar Arktika havosining issiqlanishi qutb atrofidagi aylanma shamollarni buzib, sovuq havo massalari uzoq sharq,
Yevropa va Osiyo tomonga qarab surib chiqarganini aytmoqda. Shu bilan birga dengizlar issiqligi ortishi atmosferadagi namlikning mo'l-ko'lligini oshiradi. Bu esa o'z o'rnida yog'ingarchilik va qor yog'ish ko'payishiga olib kelmoqda. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bu normal holat emas. Bu iqlim tizimining barqarorsizligi va ekstrem ob-havo hodisalarining tez-tez takrorlanishi. Наверное, это процессы какие-то естественные идут. Наверное, все-таки меняется мир в любом случае. Bu tabiiy jarayonlarning borishi deb o'ylayman. Yer yuzi o'zgaryapti, olam o'zgaryapti. Har holda insonning iqlimga ta'siri eng muhim masalaga aylandi. Buni inkor etib ham bo'lmay qoldi. Daryolarimiz, shaharlarimiz, ob-havomiz ahvoliga o'zingiz e'tibor bering. Yoshligimizda qor ko'p yog'ardi. Hozir yog'ingarchilik kamaygani uchun odamlarga g'ayritabiiy tuyulayotgan bo'lishi ham mumkin. Ammo shu yo'sinda davom etsa, kelajakda bizni ekologik falokat kutib turibdi. Грязный воздух, конечно, человек вносит очень сильные изменения. Iqlim inqirozi nafaqat sovuq mintaqalarda, balki barcha joyda o'z o'zgarishlarini ko'rsatmoqda. So'nggi bir oy voqealari bu tabiatning to'liq o'zgarganidan dalolat beradi. Uning oldini olish va o'zgarishlarga moslashish uchun dunyo davlatlari birgalikda ish olib borishlari zarur. Ekspertlar hisob-kitobicha, bu yil qor bo'ronlar bilan boshlangan bo'lsa-da, kuzatuvlar tarixidagi eng issiq yillar qatoridan o'rin egallaydi. Bu ma'lumotlar o'tgan oyda bo'lib o'tgan Yevropaning iqlim o'zgarishi bo'yicha xizmati Copernicus rasmiy hisobotlarida berildi. Keskin sovuq va keskin issiq dunyoda geosiyosiy vaziyatning keskinlashayotganini ham ko'rsatadi. AQSh iqlim himoyasidagi o'z sa'y harakatlarini qisqartirmoqda. Ayrim davlatlar esa karbon dioksidi chiqindilarini kamaytirish choralarini susaytirmoqda. Har qanday harbiy harakatlar bu tabiatga juda ham katta zarar. Birinchi galda nima uchun zarar? Birinchidan harbiy harakatlar bor joyda hech kim ekologiyani ham tabiatni ham o'ylamaydi. Balki jonini omon qolishini, o'sha bir kun bo'lsa ham tinch yashab, qornini to'ydirishini o'ylaydi. Ikkinchidan mana shunaqa geosiyosiy vaziyatlarni oladigan bo'lsak, avvalo bu yerda birinchi o'ringa tinchlik chiqyapti. Tabiat qanaqadir ikkinchi, uchinchi o'rinda bo'lib qolyapti. Ekologiya masalalari ham va oxirgi tendensiyalarni kuzatadigan bo'lsak, siz to'g'ri aytdingiz. Hozir shu iqlim o'zgarishi haqida gaplar borgan sari kamayapti, ammo bitta narsani hattoki ko'plarga shu davlatni rahbarlarini kelishi ham kamayapti, balki ikkinchi darajali odamlar boryapti. Ko'proq iqlim o'zgarishi bo'yicha xalqaro konferensiyalarga nimani anglatadi? Ba'zida shunaqa olimlarning fikrlarini ham o'qib qoldim internetdan, chunki iqlim o'zgarishi hech qanaqa antropogen ta'siri yo'q, balki bu o'sha tabiiy jarayondagi iqlim o'sha muzlik issiqlik davri bo'ldi, keyin muzlik davri bo'ldi, keyin yana qanaqadir mutadil davri bo'ldi, yana yo issiqlik yoki muzlik davri kelishi haqida bashoratlarni ham o'qidim va bu tabiiy jarayon sifatida qabul qilishyapti. Men ko'pincha bu narsalarga unchalik qo'shilmayman. Nima uchun? Chunki o'sha paytdagi muzlik davri bilan hozirgi davrni solishtiradigan bo'lsak, bu yerda antropogen ta'siri yaqqol ko'rinyapti birinchidan. Ikkinchidan, odamlarning ko'payishi, odamlarning sonini yer yuzida ko'payishi, bu birinchidan. Ikkinchidan, davlatlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar, harbiy harakatlar va hozir bunday olib qaragan, to'g'risini aytadigan bo'lsak, shu ekologiya ham pul bo'lib qoldi-da. Suvsizlik va muzlar erishi hatto go'zal Shveysariya ekologlarini xavotirga solgan. Shveysariyaning Obergoms hududida joylashgan Gris muzligi iqlim o'zgarishi tufayli qo'rqinchli tezlikda chekinyapti. Glacier Monitoring Switzerland tashkiloti direktori Matthias Husning ma'lum qilishicha, 2024-yil sentyabrdan 2025-yil sentyabrgacha bo'lgan davrda muzlik qalinligi 6 metrga kamaygan. This is a dying glacier. It doesn't have any part. Bu o'layotgan muzlik. Yuqori hududlarda endi qor to'planadigan joylar qolmadi. Biz hozir turgan nuqtada ehtimol 5 yil ichida umuman muz qolmaydi. Balandroq hududlarga, deyarli 3000 metr balandlikdagi platoga nazar tashlasak, albatta bu yerda ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Ehtimol 40-50 yil. Ammo baribir bu muzlik yo'qolib ketadi. But it's a glacier that will disappear anyway. Copernicus oylik byulletenida aytilishicha, bu yil dunyodagi o'rtacha harorat ilk bor sanoatdan avvalgi 1850-1900-yillar davridan 1,5 daraja Selsiy yuqori bo'lgan 3 yillik davrning birinchisi bo'ladi. Tabiiy ob-havo hodisalari haroratning yildan yilga o'zgarishiga olib kelsa-da,
Olimlar global haroratning uzoq muddatli o'sish tendensiyasini hujjatlashtirgan. Bu issiqlikning asosiy sababi yoqilg'i yoqishdan kelib chiqqan parnik gazlari chiqindilari. Jahon meteorologiya tashkilotining bu yil e'lon qilgan bayonotiga ko'ra, so'nggi 10 yil kuzatuvlar tarixida eng issiq 10 yil bo'lgan. O'zbekiston uchun cho'llanish va suv ta'minoti strategik xatarga aylanmoqda. Bu muammo faqat suvning kamligi emas, balki ekologik muvozanatning buzilishi, iqtisodiy rivojlanishning cheklanishi va ijtimoiy barqarorlik uchun xavfdir. Bu sohada muammolarni bartaraf etish uchun ekspertlar fikricha ijtimoiy xabardorlikni oshirish, tadqiqotlarni kuchaytirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash muhimdir. Ekologlar bu muammo faqat yaxshi rahbarlik yoki katta mablag' yordamida emas, balki har bir fuqaroning atrof muhitga bo'lgan munosabatini o'zgartirish orqali o'z yechimini topadi demoqda. Endi men bu bashoratlarni o'qidim. Shu iqlimshunoslar bilan ham gaplashganda juda ham qurg'oqchilik yili bo'ladi deyishyapti. Ammo bunday tahlil qiladigan bo'lsak, o'tgan yillar ham sersuv yil bo'lgani yo'q. Qurg'oqchilik yillar bo'ldi va issiqlik darajasi O'zbekistonda 60, ba'zi joylarda Surxondaryo janubiy tomonlarda 65 gradusgacha chiqqan. Toshkentda o'zida salkam 60 gradusga chiqdi, bunday olib qaraganda chiqib ketdi. Bu juda ham birinchidan qurg'oqchilik yillarni ko'payishi va yaqindagina men o'zim ekologiya qo'mitasining jamoatchilik kengashining a'zosiman. Shu navbatdagi yig'ilishimizda vazirda o'zi qatnashdilar, Aziz Qahhorovich Abduhakimov, va bitta faktni aytdi. Har daqiqada 9 kvadrat metr joy Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda ham cho'llanyapti deb aytishdi. Bu cho'llanish nimadan yuz beradi? Bu suvda yetishmovchiligidan yuz beryapti. Bu juda ham tashvishli holat aslida. Shuning uchun davlat tomonidan ham, nafaqat davlat, balki jamiyatimizda a'zolari hamda davlat tomonidan zudlik bilan qanaqadir bir choralar ko'rish kerak. Yashil makon umummilliy harakati juda ham yaxshi, ammo ko'rib turibmizki, oxirigacha o'zini natijasini bermayapti. Bir qancha salbiy, bir qancha obyektiv va subyektiv omillar sababli. Demak, bu yerda subyektivizm ham kuchli, chunki faqatgina shuncha masalan nihol o'tkazdik deb, daraxt o'tkazdik deb raport berish bu yaxshi, ammo u raportni oxirigacha tekshirib ko'riladigan bo'lsa, o'sha daraxtlarni masalan ko'pchiligi yo ekilmagan yoki ekilgan bo'lsa ham kuzga borib yana qaytadan bir analiz tahlillarni o'tkazganimizda o'sha nihollarni yarmidan ko'pi quriganini, suv bilan sug'orilmaganligini ko'ramiz va bu ham o'zini iqlimga ta'sirini bir tomondan ko'rsatyapti-da. Oqayotgan suvlarni kamayib ketishi juda ham katta muammoni keltirib chiqaryapti. Bu yerda juda ham ko'p faktorlar bor. Avvalo shu suvni tozalashni yo'lga qo'yishda, ya'ni oqova suvlarni tozalash orqali shu texnik suvlarni hajmini ko'paytirib, uni bilan shu daraxtlarni sug'orish, yashillikni ko'paytirish, o'sha qurg'oqchilikni oldini olish bo'yicha bu yerda hamjihatlikda juda ham ko'p ishlar qilinishi kerak. Ammo afsuski, bizda shu aksariyat holatda tadbirkorlarda, aholida ekologik ijtimoiy mas'uliyatni yetishmasligi sababli va faqatgina biza aksariyat holatda 90% aholimiz faqat iste'molchida. Hozir biza birinchi galda o'sib kelayotgan avlod bilan ishlamasak, biza juda ham ko'p narsani yo'qotib qo'yamiz va battar mana shu ekologik muammolarni chuqurlashuviga olib kelamiz. Hozir o'sib kelayotgan shu farzandlarimizni ekologik ongini shakllantirib, ularni aynan dunyo qarashini o'zgartirib, tabiatga do'stona munosabatni shakllantirmasak, bu muammolar rivojlanib ketaveradi va juda ham istardim shu maktablarga nihoyat ekologiya darslarini kiritilishini va eng yomoni bir 2-3-4 yil oldin hamma oliy ta'lim muassasalarini birinchi kurslarida majburiy ravishda ekologiya darsi bor edi, fani bor edi. Afsuski shuni olib tashlashdi. Nima uchun olib tashlashdi bilmadim. Mana shularni ham qaytarish kerak deb o'ylayman va faqat kattalarga bu yo'qotilgan avlod, faqatgina yoshlar bilan shu ishlashni ishlashimiz kerak. Buni biz ekologik jamoat birlashmasi qisman amalga oshiryapmiz, lekin biz butun bir hududda mamlakatimizda qamrab ololmaymiz. Demak, buni maqsadli ravishda shu davlat tomonidan amalga oshirilishi kerak deb o'ylayman.